qizlarga gapini o'tkazmoqchi bo'layotganda unaqa yig'lamayotgan edi. Endi o'zi qilgan ishi tufayli sodir bo'lgan vaziyatlar tufayli yig'lashiga to'g'ri kelyapti. Bu tayski biznesmen va Dunyo go'zallari konkursi organizatorlaridan biri. U 1-2 kun ichida juda ham taniqli bo'lib ketdi. Bunga sabab bu konkursda qatnashayotgan Miss Meksikani hammani oldida asossiz haqorat qildi. Gap shundaki, navbat konkursda ishtirok etayotgan hamma qizlardan storieslarida ushbu konkurs va bu konkurs sponsorlarini reklama qilishlarini so'raydi. Shunda Miss Meksika o'rnidan turib, buning uchun milliy organizatsiyadan ruxsat so'rashi kerakligini aytadi. Shunda u hammani oldida uni xuddi maktab o'quvchisini urishganday tanbeh berishni boshlaydi. U unga hammani oldida "Tur o'rningdan, o'tir, hali o'tirma, tur" deb baqirishni boshlaydi va oxirida uni "Sen tupoysan" deb baqirib beradi. Undan tashqari охранani ham chaqiradi. Shundan keyin Miss Meksika ushbu zaldan chiqib ketadi. Uni orqasidan konkursda qatnashayotgan boshqa qizlar ham chiqib ketishni boshlaydi. Shunda qaysi ishtirokchi chiqib ketsa, konkursdan chetlashtiriladi deb navbat baqirishni boshlaydi. Endi esa navbatni kechirim so'rashga majburlashdi va u kechirim so'rashni va yig'lashni boshladi. Endi solishtiring, kecha va bugun. Va shu ma'lum bo'ldiki, ushbu konkurs prezidenti navbatni bu yili bo'ladigan hamma eventlardan chetlashtirgan. Achinarlisi, faqat bu yili bo'ladiganlardan chetlashtirgani. Umuman chetlashtirsa ham yomon